Keyingi savol: men piyoda haj qilmoqchiman. Bu masalaga dinimiz nima deydi? Avvalo haj ibodatini o'zini nima ekanligini bilish kerak. Biz bilamizki, haj ibodati bu o'sha islomning 5 arkonidan bittasi. Buniyal islamu ala xomsin, islom 5 ustun ustiga qurilgan: iymon, namoz, roza, zakot, haj deb, mana shu haj islomning bir rukuni hisoblanadi. Endi hamma ibodatlar uchun shariat tomonidan ma'lum talablar qo'yiladi, shartlar qo'yiladi. Hammaga ham haj qilishlik farz bo'lmadi. Chunki bu narsani hozir tushuntirishimizning sababi juda ko'pchilikning nazdida hamma haj qilish kerak, har bir odam borki hojiga borish kerak degan tasavvur bo'lib qoldi. Yo'q azizlar, Qur'oni Karimda ham Alloh taolo man istata'a ilayhi sabila degan. Ya'ni haj qilishlik farz bo'ladi, kimni qudrati yetsa. Biz aslida istata'a so'zi bu keng ma'no. U nafaqatgina qodir, masalan, iqtisodiy qodir bo'lsa, jismoniy qodir bo'lsa, yo'li ochiq bo'lsa, navbati kelsa, hamma sharoitlari bo'lib turgan odamga farz. Lekin aytaylik, sog'ligi yaxshi emas, mablag'i yo'q, navbati kelmayapti, bu odamga haj farz emas. Agar bu odam haj amalini bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Haj amalini bajarishlikdan maqsad Allohning buyrug'ini qilib gunohdan qutulish. Shuning uchun Alloh uchun qilinadigan amalda agar Alloh buni qodir qilmagan bo'lsa, qiyomatda sen nega haj qilmading deb savol javob qilmaydi. Juda ko'pchilikning nazdida hamma qilish kerak deb o'ylayapti. Yo'q azizlar, bu faqatgina qodir bo'lgan odam haj qiladi. Endi savol beruvchining savoliga kelsak, o'zi aytaylik o'sha transportda borishlikka imkoniyati yo'q, mablag'i yo'q bo'lsa ham, hozir shunaqa bo'lib qolyaptiki, men yayov ketaman yoki bo'lmasa velosipedda ketaman yoki boshqa ulovlarda ketaman degan gaplar bo'lyapti. Bizni Hanafiy mazhabimiz ulamolari, xususan Imom Azam rahmatullohi alayhi, yayov piyoda hajga borishlikni makruh deganlar. Nima uchun bunday desa, odam piyoda yurganda toliqadi, charchaydi va asabi buziladi, natijada ibodatdan malollanadi. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari o'sha safarga, umraga chiqqanlarida bir odamni piyoda charchab ketayotganini ko'rib, bu nima holat deganda, bu odam mana shunday piyoda ketishlikda nazr qilgan ekan deganlarda, nazrdan qaytsin deganlar. Bunaqa qilib Alloh taoloning huzuriga borilmaydi, markabga minsin, ya'ni ulovga minsin deb tanbeh bergan ma'nodagi hadislari bor. Shuning uchun ulamolar aytadiki, odam o'zini mashaqqatga qo'ymaslik kerak. Dinimiz azizlar mashaqqat ustiga qurilmagan. Dinda mashaqqat yo'q. Hech bir mashaqqat yo'q. Agar qodir bo'lmasa bormasin. Lekin hozir piyoda borsa, aytaylik yoki velosipedda borsa, to'g'risi yo'llarda tilamchilik qilyapti, yo'llarda odamlardan pul so'rayapti. Bu narsalar aslo durust bo'lmaydi. Shuning uchun hozir imkoniyatlar alhamdulillah ochildi. Mana hajga bo'lsin, umraga bo'lsin, bemalol xohlasa aytaylik davlat tomonidan, diniy idora tomonidan xohlasa ruxsat etilgan litsenziyasi bor bo'lgan sayyohlik firmalaridan bemalol umraga borsa bo'ladi. Shuning uchun biz mana bunday o'zini qiynab, mashaqqat, mushkul bilan chiqmoqchi bo'lganlarni bu yo'lda bormasliklarini tavsiya qilib boramiz.